Ben Vatan Deymen degan she'rni o'qib beraman. Boshimda porlar oyu quyosh, nurafshonim vatan deyman. Yayragay keksa-yu ham yosh, gulmakonim vatan deyman. Ko'ksim to'la havolarga, hayot hamsoz navolarga, dadil boqib dunyolarga, keng jahonim vatan deyman. Ko'zga to'taya tuprog'i, jonga rohat suv bulog'i, o'chmas bog' toli chirog'i, tinch qo'rg'onim vatan deyman. Po'latday toblanib pishdim, orzu osmonida uchdim, kerak bo'lsa jondan kechgum, fidojonim vatan deyman. Hurmatli ota-onalarga men shu Yunusobod tumanimizdagi kutubxona markazi, arxiv markazida bo'ldim men. Men o'zim shu markazga a'zo bo'ldim. Haqiqatan mana bu yerda juda shunaqa bir she'riyat deysizmi, juda adabiyotda, jahon adabiyoti ismi, har xili ertaklar deysizmi, har xil mavzuda kitoblar bor ekan. Men tanib chiqdim. Barcha Yunusobod tumanidagi ota-onalarimizga, aholarimizga murojaat qilmoqchiman. Albatta, hozir kanikul paytda bolalarimizni olib kelib, mana shu yerga shu kitoblarni tanib chiqsin, shu yerga a'zo bo'lsin, shu kitoblardan o'qisin deyman. Menga o'xshagan hammasi akademik bo'lib yurishini tavsiya qilmoqchiman men. Rahmat, salomat bo'linglar.